Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bir qarindishimiz xizmati sabablik va namozni vaqtida o'qish farz bo'lganlik sabablik farz namozini o'qishga bak tast vaqt chiqara oladi ekan. Sunnat namozlarni bo'lsa o'qiy olmaydi ekan. Bundaq ahvolda shu o'qigan farz namozlari kifoyimi yoki kechda uyga qaytganda sunnat namozlarining qazosini o'qish kerakmi? O'qimasa gunoh bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Farz namozni o'qishga vaqti yetib, sunnat namozlarini o'qishga vaqti yetmaydigan xizmatni tasavvur qilish to'liq tas. Chunki kunduzda ishlaydigan bo'lsa, peshin bilan digardila, kechada ishlaydigan bo'lsa, xubtanning vaqtida sunnatni o'qishga vaqt qis bo'lishi mumkin. Hech yerda bir kishi 24 soat ishlaydigan xizmat bo'lmaydi. Shunga sunnat namozlarini o'qish xizmatga taqishib qolganda biror qatam o'qiy olmagan bo'lsa mayli, lekin uyda qazosini o'qisa bo'ladi. Qazosini qilmasa, uningga jazo kelmaydi. Chunki sunnat doirasidagi ish bo'lgandikin. Albatta, farz namozdan farqlidir. Ammo sunnat namozlar farz namozlarni qo'g'dab turadigan va farz namozlarning oldi keynida insonning qalbini taskin topqizg'uvchi qalqon bo'lgandikin, qo'g'dug'uchi sifatda muomala qilib davomli o'qish lozim. Sahabi karamlarning hech biri sunnatga sal qaramaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini har xil bahona sabablar bilan tashlab qo'yishmi xatarlik. Ba'zi jiddiy ahvollarda o'qiy olmay qolsa-mu, boshqa chog'larda cho'qim o'qish lozim. Ham xizmat ustida o'qiy olmagan sunnat namozlarni uyiga qaytganda bo'lsa-mu o'qib olsa yaxshi. Lekin qazosini qilish farz emas, sunnatdir. Shunga agar biror qatam sunnatni o'qiy olmaydigan bo'lsa, uning yo'li boshqa. Bo'lmasa ibodatlarni joyida qila oladigan boshqa munosib xizmat topsa yaxshi bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.